uchrashuvlari doirasidan o'rin olgan Navbahor hamda Buxoro jamoalari o'rtasidagi uchrashuv boshlandi. Javob berishardi, lekin hozirgi jamoalar rostini aytayapti. Navbahordan hujum, uzoq masofadan yo'llangan zarba. Rostini aytishyapti. Faqat Paxtakor mehmoni bo'ladi. Bu juda ham qiziq bo'ladi. Ikkala jamoa futbolchilar o'rtasidagi o'yin. Navbahordan navbatdagi hujum. Zabihullogacha to'p yetmadi. Quvondiq Ro'ziyevdan zarba, yana bir zarba ko'ramizmi? Bor zarba yo'q, uzatma amalga oshirilmoqda. Shu futbolchini o'tishiga imkoniyat qoldirmayapti. Quvondiqdan mana bu zarbani ko'rdik. Umid ajoyib sev ijro etdi. Namanganlik muxlislar qoyil, lekin o'yin boshidan buyon tinimsiz Zabihullo va Umid Hamroyev nechinchi marotaba darvozabon muqarrar goldan saqlab qolmoqda. Umid Hamroyev. Diyordan zo'r uzatma. Va xavfli vaziyat bo'ladimi? Zarba ham yo'llashga muvaffaq bo'ldi Muhammadali G'iyosov. To'p buxoroliklarda, zo'r uzatma. Shahboz o'zi kirib ketishi ham mumkin, zarba yo'llash ham mumkin. Uzatmani amalga oshirdi. Mana bu yerda esa Georgiy to'p yo'nalishini o'zgartirdi. Buxorolik futbolchilar to'pni jarima maydonida ushlab turishibdi. Zarba! Voy voy voy. Dominik Begich. Hammasi Shahboz Jo'rabekov tomonidan amalga oshirilgan uzatmadan boshlandi. Vladimir Rodich. Buni qarang. Markazda o'ynash, qanotda o'ynash kerak edi, lekin markazda yurganligini ko'ryapmiz uni. Mana yana o'zi to'pni qabul qilib olmoqda ushbu legioner futbolchi. Zarba yo'llaydi, zarbasi anchagina muammosiz to'pni qo'lga kirityapti. Darvozabon to'pni qaytaryapti, hujumni esa davom ettirish mumkin. Zarba Katolandi. Bu safar ham Umidjon Hamroyev yaxshi o'ynagan edi. Unchalik ishonchli bo'lmasa-da to'p yo'nalishini mushlari bilan burchak to'pi. Buxoroda imkoniyat. 73-daqiqa. Uzatma bor. Xavfli vaziyat. Shahboz Jo'rabekov. Emas ekan bu. Boshqa himoyachi Velko Filipovich. Navbahorning vazifasi endi og'irlashmoqda. 1 2 3 4 5 ta himoyachi. Barchasi imkoniyat berdi markaziy himoyachi baland sakrashiga. Oldida turgan Georgiy Jigerinya. Chichinadze ham. Mana ikkalasi 34-44. Velko Filipovich esa kelib gol urib ketmoqda. G'iyosov, Ro'ziyev. Yana G'iyosov. Zarba ham, sev ham ajoyib. Yana nima bo'lishi mumkin? Buxoroliklar biroz tin olishlari mumkin. Muhammadali G'iyosovning yo'llagan zarbasi va albatta Umid Hamroyev. U ajoyib tarzda G'iyosov to'pni olib qo'ydi, aldamchi harakatlar bilan o'tkazdi. Berish kerak endi, berdi ham. Marat Hamzodadan uzatma, zarba! Alex Fernandes. Uzatma bor. Katolandi ham jarayonda ishtirok etdi. Qaytardi Buxoro. Yana bir hujumni Fernandes o'zi jarima maydoni ichiga kirib bormoqda. Navbahor uchun Shahboz Jo'rabekov. Chichinadze. Qarang nima bo'ldi. Fernandes to'pni yo'lladi. Shahboz esa avtogolga juda yaqin keldi. Darvozabon Umid Hamroyev. Menimcha 8 baho qo'ysa ham bo'ladi bugun Umidga.
O'zi ham qo'rqib ketdi shekilli. Hujum davom etadi. Zarba bosh bilan yo'llandi. O'zi kiradimi? Ketdi. Usmonovga yo'q, oshirma bor, uzatma. Bir ato'la 3 ta. Bitta hujumchi, ikkita markaziy himoyachilar hujumda ishtirok etishdi, lekin to'pni darvozaga yo'llay olishmadi. Chichinadze bosh bilan urdimi? Yo'q, Chichinadze oxirgi 3 daqiqa. 3-daqiqa xavfli vaziyat bo'ladimi? Yo'q. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketyapti. Va mana bu yerda Navbahor Buxoro uchrashuvi yakuniga yetyapti. 0-1 hisobida Buxoro qiyin, juda ham chiroyli g'alabani qo'lga kiritmoqda.